Hozirgidek sovuq qavat bir qancha ichib olsangiz ajoyib issiq bosadigan. Ta'mi o'zgacha achchiq chuchuk tangjoz qilishni o'rganib oling. Yo'l-to'z yurak belgilarini besib saqlab olishni unutib qolmang, keyin izdigan topolmay qolsiz. Avval banjirning qiymasini tayyorlab olaylik. Qiyma qitarlik tam qurishlar muvofiq miqdorda tuz solamiz. Zirni yaxshi ko'radiganlar zirniga qaraq solsanglar texmi o'xshaydi. Qo'shiqning uchida azroq oqmush qarmus silib, muvofiq miqdorda yarim piyozadan azroq suv qo'yib, tekshi elashtirib olamiz. Bundaq tugilgan banjir ajoyib sho'rpuli qambak yeyishga chiqadi. Videoda ko'rsatgan bo'yicha banjirni chiroyli tugib tayyorlab olgandan keyin muvofiq miqdor dufini 4 chasa qan shaklda to'g'rab tayyorlab olamiz. Ko'rib mishak kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darsikimizni 60 xil darisini 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Qozonga azroq may qo'yib, sinjang samsaq so'ng piyozlarni silib qo'rib olgandan keyin pomidorning suvi chiqishi qo'raymiz. Ta'mini rangini bozornikidan yeyishli qilay deb qolsangiz, cho'ng ustamning sho'rpuliq banjir tetqisidan bir bo'loq silib olsangiz, bozornikidan bak yeyishli bo'lib ketadi. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bor, hozir cho'ng ustamdan katta faoliyat qilyotidi. Har qanday tetqilardan ilib og'zini assangizlar, oltin uzuk va mashina mukofot chiqish ehtimolligi bor. Endi videoda ko'rsatgan bo'yicha mo'go bilan mo'rin silib birishga qo'rayotgandan keyin odam sonimiz qarta muvofiq miqdorda qaynoq suv qo'yib, qozon qaynagandan keyin to'g'rab tayyorlab olgan tofu, chilab tayyorlab olgan xunchu pintozini silib, uning keyindan lam tugib tayyorlab olgan banjirimizni solamiz. Banjirni bakroq qaynatib pishirayotgandan keyin tuz ta'min tetib, o'zimiz yaxshi ko'rgan ko'ksaylardan silib, azroq samsaq silib etamiz. Bularni bir ishkilashtirayotgandan keyin chiroyli qachimizga usib asaqlan bo'ldi. Ishdan erib kelgan vaqtida bir qach ichib olsangiz ajoyib issiq bosadi. Unda bo'lsa do'stlar, ko'rib qochib ketganlarni chidamasdaymiz-ku. Inkas rayoniga haqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmang. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.